Biz ularni shunchaki uy hayvoni deb bilamiz. Ko'p hollarda esa erkatoy va dangasa deb ham o'ylaymiz. Lekin hech o'ylab ko'rdingizmi? Nima uchun bu jonzotlar asrlar davomida insoniyat bilan yonma-yon yashab kelmoqda? Mushuk bu shunchaki hayvon emas. U sizning uyingizdagi ko'rinmas himoyachi va sokin tabibdir. Agar mushukni insonga qiyoslasak, u eng sabrli va ziyrak sirdoshga o'xshaydi. U gapirmaydi, lekin sizning ichki holatingizni har qanday psixologdan ko'ra yaxshiroq his qiladi. Siz charchab kelganingizda yoki ko'nglingiz xira bo'lganda, aynan og'riqli nuqtangizga kelib yotishi tasodifmi? Yo'q, bu ularni ilohiy sezgisidir. Ular sizdagi manfiy energiyani, stress, xavotir, hatto jismoniy og'riqni o'ziga tortib olish xususiyatiga ega. Xalq orasida va qadimiy e'tiqodlarda mushuklar ko'z tegishi, nazar va uydagi salbiy quvvatlarni haydash xususiyatiga ega deb aytiladi. Ular biz ko'ra olmaydigan, lekin ruhimizni ezadigan og'irliklarni his qila oladilar. Go'yoki mushuk uydagi barcha yomonliklarni filtrdan o'tkazib, atrofni tozalaydigandek tuyuladi. Ular xirillashi shunchaki mamnunlik belgisi emas, balki past chastotali tovush orqali inson suyaklarini mustahkamlash va asablarini davolash quvvatidir. Ba'zan mushuklar kutilmaganda kasal bo'lib qolishadi yoki uydan chiqib ketishadi. Ko'pchilik buni tushunmaydi. Ular o'z hayotini sizning tinchligingiz uchun fido qiluvchi kichik qahramonlardir. Ularni asrang, chunki ular sizni bilmagan ko'plab balo-qazolardan himoya qilib turadi. Kasb-koringizga baraka bersin. Samoglavniy shu. Sog', salomat bo'linglar azizlar.